Tungi klub oldidagi janjal, aynan ushbu tasvirlar tushirilgan video tarmoqlarda keng tarqaldi. Toshkentda sodir bo'lgan ushbu janjal natijasida 30 yoshli erkak boshqa bir fuqaro bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik natijasida raqibini urib, koma holatiga tushirib qo'yganligi aytilmoqda. Mazkur holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida ko'rib chiqildi. 1995-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan shaxs qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, firibgarlik va bezorilik jinoyatlarini sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga 8 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Birinchi instansiya sudining ushbu hukmi ustidan taraflar qonunda belgilangan tartib va muddatda Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish va protest keltirishga haqlidir. Jahl chiqqanda qilingan qarorlarning badali mana shunday og'ir yakunlanishi mumkin. Shunday ekan, har qanday vaziyatda ham jahlingizni jilovlashga harakat qiling.